Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan nemis tili haqida gaplashamiz. Ya'ni qanchalik tez o'rganish yoki 3 oyda B1 oldim degan natijalar haqida. Bo'lmasa boshladik. Nemis tilini o'rganishda birinchi bor e'tibor beradigan narsamiz bu intizom, ya'ni har bir narsani vaqti bilan to'ppa-to'g'ri qilishimiz kerak. Chunki agar shu planni buzib qo'yadigan bo'lsak yoki boshqa narsaga chalg'iydigan bo'lsak, biz shu narsani qila olmaymiz. Shuning uchun plan qo'ying. Shuncha so'z yozmayman, kuniga shuni ish qilaman, qiling. Bo'ldi. Natijasi o'zi chiqadi keyin. Undan tashqari, boshida nemis tilini boshlaganda iloji boricha har bitta narsani kichik detalgacha o'rganib yodga olishga harakat qiling. Chunki nemis tili ko'pincha so'zlar va grammatikasi yodlash orqali o'rganiladi. Atrofingizni shu narsa bilan to'ldiring, uni hamma aytadi va bu ish beradi. Ya'ni nemischa kitoblar o'qing yoki kinolar ko'ring, qo'shiq eshiting. Atrof muhitingiz hammasi ya'ni nemis tilida bo'lsin. Ana shunda siz o'rganishingiz tezroq bo'ladi nisbatan olib qaraganda. Iloji boricha masalan kurslarga borganingizda shu narsani talab qilingki, guruh aktiv bo'lishini. Ya'ni chunki qolganlar ham aktiv bo'lsa, siz ham qo'rqmasdan bemalol gapira olasiz, o'z fikringizni yetkazib bera olasiz. Yana muhim bir jihatlardan bittasi bu nemis tiliga kirganingizdan keyin birinchi bo'ladigan narsa mana buni eplay olamanmi yo'qmi degan savol bo'ladi. Shu narsani umuman olib tashlashga harakat qiling. Iloji boricha ishonch. O'ziga ishonch bo'lmasa til o'rgana olmaysiz. Qiyin. Lekin hozirgi kichkina bolalar yoki endi nemis tilini o'rganishga boshlaganlarga bitta yaxshi zo'r yo'li shunchaki boring. Shunchaki kursga boring, aytgan vazifalarni sekin-sekinlik bilan iloji boricha qilishga qiling. Bilaman, ya'ni tilga bo'lgan zo'r kuchli emas sizni o'rganish darajangiz, lekin shu narsani ishda bo'lsangiz, ya'ni o'zi xohlamasangiz ham shu nemis tiliga borsangiz, mayli endi 600 mingmi, 500 ming pulga ketadi, to'g'ri. Lekin shu natija olib keladi. Chunki men ko'p narsani sinab ko'rganman, ya'ni bitta narsani ichida, ya'ni kursga borsangiz, atrof muhitingizdagi har ikkita so'zlar eslanib qoladi va natija chiqadi. Shuning uchun ham maslahatim yoshlar hozirgi, ya'ni kichkina bolalar bo'lsa ham berib qo'ysangiz, keyinchalik sekin-sekin o'zi o'rganishga osonroq bo'ladi. Ya'ni boshlang'ich darajada bo'ladi unda. Shu yana oxirida bir ma'lumot aytib o'tmoqchiman, ya'ni hozir konsultantlarga uncha ko'pchilik ishonmayapti. Lekin men ikkita konsultantlikni tavsiya etaman, ya'ni Germaniya Visa va Germaniya Life. Shu ikkalasi ancha ishonchli, auditoriya jihatdan katta bo'lgan konsultinglar. Agar konsulting xizmati bo'lsa, shu ikkalasiga murojaat qilsangiz, menimcha adashmaysiz. Sog' salomat bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr.